Endi tasavvur qiling, butun Xitoyda o'g'il tug'ilaversa, 1,5 milliard odam 3 milliard bo'lib ketgan o'g'il qop-qora erkaklar, hamma erkaklar, ayol qiz yo'q, biror dona ham yo'q. Keyin nima bo'ladi? Keyin O'zbekistonga qarab sekin kelaveradi. Nima uchun? Chunki O'zbekistonda qizlar ko'p tug'ilyapti. O'zbekistonning 47% aholisini erkaklar tashkil qilar ekan, u 53% aholisini xotin qizlar ekan. Qarang, keladi gumur qasr to'y, ha? Nima bo'lyapti? To'y bo'lyapti. Qanaqa to'y? Palonchi qizini chiqaryapti. Voy, qayoqqa chiqaribdi ekan? Xitoyga. Ana o'zimizni Xitoy qishloqqami? Qanaqa Xitoy qishloq? Xuddi Xitoyni Shanxay degan joyga chiqaryapti. U Shanxay qayerda u? Shunda Gonkongning tepasida. Voy, Gonkongni ham bilasizmi? Ha, bilamiz. Qaysini o'sha yoqqa tushgan-ku? O'sha tortib ketyapti-da bitta qizlarning hammasini. Biznesda bu ham biznes. Hozir millioner bo'lib ketgan, borsangiz hayron qolasiz. 4 qavatli imorat bilan Mercedes-Benz'ni 600 likdan 4 tasini qo'yib qo'ygan hozir. Hamma qizlar o'sha qolib ketyapti. Ana to'y, ana tomosha ketdi. San'atkorlar samolyotga uchib ketgan. Ayollarchi to'ydan 4 oy oldin avtobusga o'tirib jo'nab borishgan. 4 ta avtobus 4 oy oldin ketgan. Cheris Chimkent bunaqasiga Jambul bilan o'tib, mamlakatiga aylanib, Olmaotaga borib, Olmaotadan mamlakatiga aylanib borib, Uyg'uristonga tushib, Uyg'uristonning Urumchisidan bunday borib, nariyoqqa qarab yurib, tog'larni barmi toki narigi chetdagi dengiz bo'yidagi Shanxayga yetib borguncha to'y bo'ladi. To'yni o'tkazib, ertasiga biz qaytamiz, yo'l uzoq, bizga ruxsat bering. To kelguncha yana xat xabar, ha, kelin o'g'il tug'di. Yana o'sha 4 ta avtobus ketdi, qaytdi. O'g'li 5 to'yisini o'tkazib olib, rosa qaytib kelib shu Olmaotaga kelgan patiyana telefon, ha, qaytinglar, sunnat to'y qilyapmiz. Yana qaytdi orqaga. Ayollar, shu paytgacha dunyoni ko'rmadim, bir ko'rib olay. Rosa ko'rdim, enamni ham ko'rdim, dunyoni ham ko'rdim. Ketyapti. Rahmat.